shunday shoira qizimizni biz Koreyaga bera olyapmiz. Har yili 100% bolalarimiz o'qishga kiradi. Annyeonghaseyo. 저는 노즈마입니다. Мы можем вам устроить мини-тур. Tarixdagi Mirzacho'limsan. Bugun mening Gulistonimsan. Disadvantages of online classes, and let's talk about traditional classes. Studying online is much better. Men finally shu sertifikat oldim. Language so Rus tiliga o'zbek tilini aralashtirib gapirishadi. Endi o'zbek tiliga ingliz tili aralashib oqtirib Mahfuzaxon, qayerlarda bo'ldingiz? Yana nelar ko'rdingiz? Baxmal tog'larini kesib, adirlardan o'tib, 81-maktabda bo'lib, bugun yo'l yursak ham mo'l yurib, Sirdaryoning Mirzaobodiga, Navro'z shaharchasiga yetib keldik Aqida opa. Yetib kelganingizda maqsad, bolajonlar. Maqsadimiz xorijiy tillarni o'rganayotgan 250 dan ortiq Ibrat farzandlari Ibrat akademiya ilovasidan sertifikatlarni shartta qo'lga kiritgan yoshlarni ko'rsatmoqchimiz. Juda ham ajoyib. Bo'lmasa, o'rtoqlar, sal kun isidi, lekin umuman olganda havo yomon emas va bizani bu yerda yoshlik kutib turgan ekan. Hozir ular bilan tanishamiz. Va eng quvonarli jihati bu yerda sinfi maktabda yarmisi yurist bo'laman deyapti, ya'ni huquqshunos, yarmisi diplomatlar bo'lajak. Hammasining niyati katta. Bo'lmasa, sekin tanishamiz. Bolalar bizani kutib turishgan ekan. Qani? Assalomu alaykum. Mirzobod tumanida joylashgan ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan maktab internetimizga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Bizning ushbu maktabda 150 dan ortiq o'quvchilar tahsil olmoqda. Shu jumladan o'quvchilar o'zlarini qiziqarli bo'lgan tillarni fanlaridan sertifikat olib kelmoqda. Demak, bu maktab o'zi ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan, lekin undan tashqari yana boshqa tillarni ham yoshlar o'rganishyapti, tushunishimiz bo'yicha. Bu maktab ingliz tiliga ixtisoslashgan, lekin ko'pchilik o'quvchilar ingliz tili bilan birga boshqa tillarni ham birgalikda olib ketmoqda. Masalan, men ingliz tiliga qiziqaman. Bular turk tili va koreys tilini mukammal biladilar. Bu ikkita o'quvchimiz ingliz tilidan sertifikatlari bor va ingliz tilida bemalol gaplasha oladilar. Qanday yaxshi Aqida opa, yoshlarni qarang. Qobiliyatli shunaqa yoshlar, to'g'risi odam juda ham xursand bo'ladi. Biz Instagramda har xil bannerlarni ko'rib, sal hafsalamiz pir bo'lgan dedi ba'zi bir yoshlar. Qiziqarli qilib aytganda bu hali holvasi. Hozir men sizlarga koreys tilidan o'zim haqimda ma'lumot berib o'taman. Shu jumladan 2024-yilda men Koreyaning Incheon shahrining Incheon universitetiga talaba bo'ldim, grant asosida. Qachon o'qishga ketasiz? Xudo xolasa, shu yilning 25-avgustida talon berilgan. Koreyaga uchib ketaman, xudo xolasa. Juda zo'r-ku, kelishimiz bilan yaxshi xabarlar bilan boshlanyapti. Xuddi shunday. U yoqda men tajribamni o'zimda mustahkamlab, intellektual salohiyatimni yuksak darajalarga olib chiqib, O'zbekistonga talqin qilmoqchiman. Hozir endi sizlarga koreys tilida ozgincha ma'lumot berib o'taman. Annyeonghaseyo. 저는 노즈마입니다. 잘 지냈어요? 기분은 어때요? 기분이 좋아요? 기분은 나빠요? 매일 아침에 오렌지 주스를 마셔요. 기분이 어때요? 조금 더 이쪽에 가면 되겠습니까? 얼음은 주스를 마셔요. 어디서 왔어요? 설달이 어디서 왔어요? 너름은 이름은 살아요. 사람은 이쁘다. Nozimaxon, bu nutqingizni koreys tili ustozimiz, ya'ni Ibrat farzandlari koreys tili ustozimiz Muqaddasxon Taylanova ga yuboramiz. Muqaddasxon nima dedilar va to'g'ri gapirdilarmi tekshirib berasiz. Manna sapangapsimnida, kamassimnida. Rahmat. Bilmaganim uchun. Kamsamnida. Koreys seriallarini ko'rib o'shandan nima qilganmiz? Endi koreys tilini biroz eshitib qulog'imizga o'rnatib qo'ygan. Shuning uchun menga hozir koreyalik bir qiz gapirayotgandek tuyuldi. Xuddi shunaqa. Tanishganda xursandmiz va ilmingizga ham ilm qo'shilsin, ishlaringizga va kelajak o'qishlaringizda, umuman hayotingizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat. Здравствуйте, меня зовут Камила, и сейчас мы можем вам устроить мини-тур про нашу школу. Давайте сначала выходим наверху и участвуем в дебатах. Какая тематика там? Учеба онлайн или офлайн. Ага, понятно. Нам было очень приятно, конечно, поучаствовать и посмотреть в дебатах, как происходит. Тогда начнем, Камилочка. Давайте. Спасибо большое. Ассаламу алейкум. Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz. Hozir yaxshimi? Yaxshi keldilaringizmi? Men bu sinfda ingliz tili o'qituvchisi Feruza Kuliyeva bo'laman. Hozir biz an'anaviy va onlayn darslar haqida debat o'tkazayotgandik. If you wish, we will continue. Okay? Yes. Okay. You can take your seats, please, first. Differences between online and traditional classes, which is best for them, for young learners. Okay? As we said, we have already talked about disadvantages of online classes, and let's talk about traditional classes. Advantages of traditional classes. What can you say about it, Maftuna? It'll be more effective if students are able to work with teachers, because students tend to make more mistakes, and teachers will make them correct, and this is one of the advantages of traditional classes. Okay, thank you. And who else is going to speak about advantages? Jasur, please. Teenagers today have grown up using internet, so we can say starting online is preferable rather than traditional one, because we can see many differences between them. First of all, due to the development of the technology, we can say studying online is much better because we have many advantages. First of is technology improving better than better day by day. So we have many sites like using internet and more apps, and so we have a lot of. We have to say that online one is preferable. Hozir bu yerda mana ko'rib turganingizdek o'quvchilar debat qilishyapti. Yarmisi onlayn o'qish uchun, onlayn ta'lim uchun, yarmisi offlayn ta'lim, ya'ni maktabga kelib shu ta'lim olish haqida. Va bular inobatga olsangiz hammasi ingliz tilida shunda Chiroyli gapirishyapti. Keyin bitta narsaga e'tibor qildim, Aqida mana hozir biz Mirzobod tumanidamizda, bu joyda maktab ingliz tiliga ixtisoslashgan ekan. Lekin boshqa tillarni ham o'rganishyapti yoshlar. Ingliz tilida zo'r gapirishadi hammasi, yana plus boshqa tillarni va Ibrat farzandlaridan juda ko'plab tillarni o'rganib, shuncha sertifikatni olib tashlash o'z emasda maktabda. Sertifikat deganingizga hozir esimga tushdi. Sinfga kirgandan beri debatda bo'lmaydim, orqada nima turibdi? Sertifikatli turibdi, IELTS yana boshqa sertifikat. Bu bolalarga universitetlar hozir eshigi ochiq, ya'ni bular imtihon topshirmaydi borib. Mana shu fallada eng mana shu davlatlarga hali bor ekan, chunki orasida chet davlatga o'quvchi bo'lganlar ham ko'pchiligini tashkil qilsa kerak. bitta qiz boya eshitib qoldim, SATga tayyorlanib turgan ekanlar shu kunlarda. Zo'r. Hozir men ham o'zim fikrimni offlayn bilan onlayn haqida o'zim fikrim bildirmoqchiman. Xo'p, hozir bu yerda yaxshi debat bo'ldi, offlayn va onlayn. Xo'p, men endi o'zim fikrimni onlayn tarafga ko'proq bermoqchiman, chunki onlayn tarafdan har kimni o'zini qurbi yetmayishi mumkin. Masalan, agar qishloqda yoki boshqa bir tumanlashroq joyda turgan bo'lsa, shuning uchun ham onlayn tarafda men ko'proq yoqlamoqchiman. Masalan, o'zim Ibrat Akademiyani 1,5 yil avval boshlagandim. Bitta shu hali u paytda darajam ingliz tilida umuman yo'q edi va o'sha Ibrat Akademiyani boshlagandan keyin sekin-asta bizga berildi. Ya'ni o'sha sertifikat olish, xohlagan o'zlaring xohlagan fandan o'zim uchun yo'nalishimda ingliz tili borligi uchun qiziqish ham bo'ldi va men uni qattiq o'zimni ustimda ishlab Ibrat Akademiyadan sertifikat oldim va bunda men ko'plab grammatika xatolar qilardim, uncha bilmasdim, noldan boshlsam ham va o'sha grammatikalar to'g'rilandi va speakinglarim ham ozgina tayyorlandim, oshib bordi, sezildi va men finally shu sertifikat oldim. Thankfully now I know English language, so Finally sertifikat oldim. Bizda rus tiliga o'zbek tilini aralashtirib gapirishardi. Endi o'zbek tiliga ingliz tili aralashmoqda. Finally. I know English language, so
not better, but I can easily conversation anyone. So now I try to speak an English language. So this Ibrat Academy, which is more popular in our Uzbekistan country. So this is so many people, so many children, and living in rural sites, so they can easily learn any languages or subjects, so Korean or English or another one. So that's all my opinion. Robert, please. One of the advantages of learning offline is that students can make friends while they are learning. So if they are lacking something, they can get help from their teens or their teacher. Also, studying with our teams makes fun. So I think. Okay. Demak, debatni ma'nosini tushundik. Kim onlayn ta'limga, kim esa offlayn ta'limga. Shunda kim onlayn ta'limga ovoz berdi? Kamchilik-ku. Kim offlayn ta'limga ovoz berdi? Ko'pchilik. Chunki bular hozir offlaynda o'tirishgani uchun menimcha shunaqa ovoz berishyapti. Bu subyektiv ovoz deb o'ylayman. Uyga borib onlayn ta'lim olayotgan paytda, ya'ni bu yerda yetishmagan mutaxassislarni darslarini ko'rayotgan paytda menimcha onlayn ta'limga ham ovoz berib yuborishadi-yo. Endi mahfuz, umuman olganda onlayn ta'lim qachondan umuman O'zbekistonga, nafaqat O'zbekistonga, balki boshqa mamlakatlarga ham kirib keldi. Asosan pandemiya paytida. Shuning uchun bu hali boshlanishi, balki vaqt kelar. Birinchi yildan so'ng kim onlayn ta'limga desak, balki sinfning 70% qo'l ko'tarar. Balki. Bular ko'rganimizdan juda ham xursandmiz sizlarni. Hammangizga omad, maqsadlaringlar sari tolmasdan, hormasdan yetib borishinglarni tilab qolamiz. Kamida hammangizga IELTSdan 9 ball olishni tilab qolamiz shuningdek. Sizga rahmat. Bu debat men turlarimizdan bir qismi edi. Endi sizlarni pastga tushib, litsey hayotimizni boshqa xonalarga kirib, litsey hayotimizni tushuntiramiz, ko'rsatamiz. Bajonida biz faqat xursandmiz. Shohruh, meni bitta narsa qiziqtirdi. Mana kelganinglarda hammanglar telefonlarni topshirib, keyin maktabga kirar ekansizlar. Maktabdan chiqqaninglarda telefoninglarni faqat qo'lingizga olar ekansizlar-da. Ibrat Akademiyadan til o'rganyapmiz deyapsizlar. Bu faqat mobil ilova telefonda qaysi payt? Xalqimizda maqol bor, izlagan imkon topar. Bizda kelganimizdan keyin telefonda olishga imkoniyat bo'ladi. Agar dars qilayotganimizni isbotlay olsak, kelamiz, progressni ko'rsatamiz, bizda dars faoliyatini amalga oshiryapmiz. Demak, telefonimizni olish huquqimizga ega bo'ladi. Uyga kelishimiz, maktabga kelishimizdan oldin imkoniyat bor. Agar biz chin dildan xohlasak, bemalol Ibratdan dars qilishga imkoniyat topa olamiz. Mana qishloq joyda ish ham ko'p bo'ladi-da uyda. Aha. Uyda qarashib turasizmi oyingizlarga? Albatta. Endi uni ham chegaralangan miqdori bor. Dars qilish vaqtim kelgan bo'lsa, uydagilarim bemalol menga sharoit yaratib beradi. Yaxshi, omadingizni bersin. Juda xursandmiz. Xo'p. O'sha respublika bosqichiga birinchi o'rnaga. Nozimaxon, dars tugadimi? Ha, albatta bizda tugadi darsimiz. Hozir bizda tushlik vaqti va sizlarni oshxonaga olib boramiz. Oshxonanglarni ham ko'rib chiqamizmi? Shunday. Qanday yaxshi. Nozimaxon, mana hozir ko'p bolalar aytishyapti, faqat ingliz tilida emas, balki qancha ko'p yutuqlari bor ekan. Sizda qanaqa yutuqlar bor? Shu jumladan men Zulfiya xonim unvoniga sazovor bo'lganman, respublika bosqichiga chiqib. Yosh kitobxonda ham qatnashganman, respublika bosqichiga chiqqanman. Yaxshi. Men faqat tillarga emas, ijodga ham hayotimni bag'ishlaganman, umrimni bag'ishlaganman. Adabiyot yo'nalishida chiqamiz shunga. Shunday. Birinchi to'rmisra eshitamiz unda. O'zimning birinchi kitobim chiqqan. Kitobimning nomi Nazokat bog'ining noz malikasi. Juda ham sirli bu narsa, chunki men she'rlarimni bog'larda o'tirib yozishga qiziqaman. Shu jumlada hozir Gulistonimizda bo'layotgan o'zgarishlardan faxrlanib, ilhomlanib, sizlarga Gulistonim degan she'rimni o'qib beraman. O'qingchi. Qushlar uchsa, qanoti kuygan. Shamollari qumlaring uygan, bobolarim arig'ing o'ygan. Tarixdagi mirza cho'limsan, bugun mening Gulistonimsan. To'qaylaring bog'ga aylandi. Chamaningga ko'nglim boylandi, mehnat qilgan xalqing siylandi. Mozidagi mirza cho'limsan, bugun mening Gulistonimsan. Osmon o'par binolaring bor. Xilpiraydi bayrog'ing viqor, madhing kuylab aytayin alyor.
o'tmishdagi mirzacho'limsan, bugun mening gulistonimsan. Qoyil, ko'ryapsizlarmi? Shunday shoira qizimizni biz Koreyaga beraveramiz o'qishga, bilib qo'yinglar. Albatta. Mana bu bizning maktab oshxonamiz. Ovqatlari qanaqa? Mazalimi? Juda ham shirin. Bo'lmasa Nozimaxon, men sizga va o'rtoqlaringizga yoqimli ishtaha tilayman. Marhamat. Siz bemalol ovqatlanaversanglar bo'ladi. Mahfuza, endi maktabni ko'rdik, o'quvchilarni ko'rdik. Endi har bitta maktabni albatta rahbari bo'ladi. O'shalarni bir suhbatlarni olib ketsa yaxshi bo'lardi. Umumiy bir maktab haqida ma'lumot bersalar, ko'p. Uzr gapingizni bo'ldim-ku, endi shahar nimasida endi bilamiz bunaqa maktablar bor, lekin aynan mana shu tuman miqyosida ko'rdingiz hozir o'quvchilarni Juda ham zo'r qobiliyatli sertifikatlarga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun Mavluda Sherqul bilan ularga hozir o'zimiz kiramiz dedik, o'zdan tanishtirib, bir og'iz maktablari haqida so'raylik. Suhbat qursak. Rahmat, xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling, rahmat. Mavluda, men olganda endi maktabingizga bir kutilmaganda kelib qoldik. Maktabingizni dovrug'i bizgacha yetib keldi va o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib amin bo'ldik. Juda ham o'quvchilaringiz qobiliyatli, juda ham iqtidorli o'quvchilar ekan. Unga xursand bo'ldik. Endi har bitta maktabni, umuman o'quvchilarni bu orqasida mehnat, bo'lib ham pedagoglarni mehnati yotadi, hamda ota-onalarni ham sa'y harakati bo'ladi. Siz endi pedagoglarni onasi, o'quvchilarni onasi sifatida, shu maktabni rahbari sifatida ozgina maktabingiz haqida gapirib bersangiz. Maktabda ta'lim sohasi bu eng dolzarb masala. Avvalambor maktabimizda birinchi o'rinda kadrlar salohiyati, ta'lim sifati, dars sifati yo'lga qo'yishimizni orqasida mana shunday natijalarga erishib kelyapmiz. Mana hozir sertifikatlar haqida gapirdingiz. Sertifikatlar bu yil mana 81 ta xalqaro va milliy sertifikatlarga ega bo'lishdi o'quvchilarimiz. Bu albatta hali yana davom etyapti. Bu sertifikatlar olishi bizning maqsadimiz shu farzandlarimizni kelajakda shu til bilish har xil til bilish, xalqlarimizni tillarini bilish, mana shu chet davlatlarda bemalol o'zlarini har xil tillarda gapira olishini men o'ylaymanki, bu hozirgi yoshlarimizga juda kerak. Mana hozir prezidentimiz ham xuddi shu masala bo'yicha har bir yoshlarimiz kamida 3-4 ta tilni bilishi kerak. Shunday ekan, mana biz ham harakat qilyapmiz o'quvchilarimizni bir necha tillarni bilish, yana o'zlarida o'zidan xohlab mana shu nima deydi? Sizlarning yo'nalishlaringizda ko'p mana o'quvchilarimiz ham a'zo sizlarga. Shunday ekan, o'quvchilarimiz o'zi nima deydi? Erkin, o'zlari xohlab til bilish bo'yicha ham o'zlari shug'ullanib, mana guvohi bo'ldingiz koreys tilini. O'quvchilar o'shandaqa o'zi ham erkin, o'zlari xohlab mana til bilish bo'yicha ham qiziqib, mana hozir kundan kunga shu narsa ham ko'payapti bizda. Ustoz, keyin sizni maktabingizni ko'plab o'quvchilari olimpiadalarda yuqori o'rinlar olishar ekan. Algebra, geometriyadan ham juda kuchli ekan maktab. Shu haqida ham qancha o'quvchilar oldi bunaqangi olimpiada sertifikatlarini yoki bo'lmasa olimpiadada medallar olgan bolalaringiz haqida ham gapirib bersangiz. Olimpiadada mana hozir bizda huquq bo'yicha o'quvchimiz nima respublikaga chiqdi. Bundan tashqari bizlarda yana matematikadan, fizika fanidan, biologiya fanidan, ximiya fanidan sertifikatlar ham ega bo'lishgan. Ular albatta respublika bosqichida, viloyat bosqichida ham o'z o'rniga ega. O'sha o'rinlarni olib, mana shu bizni boshqarma boshlig'i tomonidan demak, juda yuqori darajada taqdirlanib, o'quvchilarimizning kayfiyati ko'tarilib, yana ham o'zlariga ishonch bildirib, yana yuqori xalqaro darajadagi olimpiadalarga harakat qilishyapti hozir. O'quvchilarga shuncha shart-sharoit yaratib berib, shunaqa endi tillarga tengi pedagoglar jamoasi boshqarish o'zi emas. Sizga katta rahmat, chunki bunda sizni ham benihoya mehnatingiz katta.
va nima deymiz, eng yaxshi niyatlilar bilan Ibrat akademiyadan Aqida xonim hamda Mahfuza. siz bilan tanishganimizdan xursand bo'ldik va vaqt ajratganingiz uchun yana alohida rahmat. Xudo xolasa bunaqa o'quvchilaringiz ko'p bo'lsin va maktabingiz shu faqat nima tillarda doston bo'lsin. Ilohim. Shunaqa yaxshi kadrlarni yetkazib berishsin. Rahmat. Ravishda sizga katta rahmat. Biz farzandlarimiz yutug'i, biz yutug'imiz albatta. Bizlardan yaxshi kadrlar chiqsa, biz g'oyatda xursandmiz. Mana o'qishga kirish darajasi ham 100%. Har yili 100% bolalarimiz o'qishga kiradi. Bu natijamizdan boshimiz ko'kka yetadi. Buni sababi natijasi albatta bu kadrlar salohiyati. Kadrlarimiz ishlaydi, kadrlarimiz tanlab olinadi bizda. Hammasi bir-biridan sog'lom raqobat orqali ishlashadi. Biz shundan juda men xursandman. Mana jamoamiz juda ishlaydigan jamoa. O'quvchilarimiz ham mana ko'rdingiz, endi sal nima bo'lishdi, endi tortinchoqlik qilishdi azroq. Yo'q, boshqa maktablar solishtirganda unchalik emas. Juda ham Lekin yaxshi gapirishdi. mana bizlarda hokimlar kelishadi, viloyat hokimi, tuman hokimi kelganda ham juda yaxshi ijobiy fikr berishadi. Shundan xursandman lekin. O'zini fikrini ayta oladigan, chunki hozirgi farzandlarimiz fikrlashi erkin bo'lishi kerak, tanqidiy fikrlashga ega bo'lishi kerak. O'quvchilar, men har doim shuni aytaman, o'z fikringizni bemalol ayta oladigan o'quvchi bo'linglar. Katta bo'lsalaring ham o'zlaringni erkin fikringizga ega bo'lishingizni, chuqurroq bilim olishlaringizni, o'zingizni tarbiyangizni avvalambor, ota-onangizni oldida yuzingiz yorug' bo'lishini, albatta bu yerda o'qiyotgan har bir ota-ona farzandda juda katta umid bilan o'qityapti. Shunday ekan, kelajakda bizning yurtimizga eng kerakli kadr bo'lib yetishishini biz so'rab qolamiz. Sizlarga ham katta rahmat. Shuncha vaqtlaringizni ayamasdan kelib, bizlarning maktabimizni ko'rib, boshimiz ko'kka yetdi. Doim sog' bo'linglar, umrlaring uzoq bo'lsin. Mana shunday chiroyli bo'lib, xudo xolasa hayotda hech qachon qoqilmay, surilmay, mana shunday ijodkorlik ishlaringda omad tilayman. Rahmat sizga. Ishlaringizga rivoj. Xush kelibsizlar. Shunday qilib azizlar, Bizning Sirdaryo viloyati Mirzaobod tuman Navro'z shaharchasiga safarimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. siz ham o'qib o'rganing, til o'rganing. Mana ko'rdingiz, bolalarni har bittasi o'zgacha bir dunyo. Albatta til bilganga 1000 tanga, shu ham esingizdan chiqmasin. Siz bilan Aqida xonim Hamda Mahfuza bo'ldi. Ibrat akademiya bilan.